Ford oilasining eng ixcham, yengil, lekin o'zining xarakteriga ega bo'lgan jiddiy pikaplardan bittasi. 3 litrli twin turbo V shakldagi 6 ta silindr, 405 ot kuchi, 583 Nm, 292 ot kuchli Ranger bilan adashtirib qo'ymaymiz. Bu GCC spesifikatsiyada bo'ladi. 0 dan 100 gacha 503 yoki 508 sekundgacha qo'zg'alib berishi mumkin. Yoqilg'i xarajati esa 12 litrdan 22 litrgacha taxminan xarajat qilib berishi mumkin haydashingizga qarab. Takomillashgan rama o'rnatilganligi uchun o'zining og'irligi hamda boksirovkasi taxminan 1 xil 2,5 tonna atrofida bo'ladi. Off-road yo'llarda bexijolat sakrashi uchun amortizatorlari Fox'dan bo'ladi. 33 balon bedlockli diska bilan. Qo'shimchasiga differensiallari ham blokirovka bo'ladi. Muhim jihatlardan biri esa avtomobilning yerdan balandligi 272 mm bo'ladi. 12 dyumdan iborat bo'lgan multimedia markaziy paneli, rullarda R podveska tugmalari, chap tarafida esa haydovchi uchun cruise control, adaptivniy cruise control, samotar mashina tugmalari mavjud bo'ladi. O'rindiqlarda esa yuqori sifatli charm qoplangan bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i bojxona to'lovisiz CIP O'zbekiston 67500 AQSh dollari bo'ladi. Eslatib o'tamiz, eksklyuziv markalarning narxi, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlarni Telegram kanalimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi.